Garuvchi. To'xtang. Bitta apandi bo'lgan ekan. Apandi garuvchi bir kun har kuni ishdan kelsa, xotini bir yarim soat, 1 soat yo'qolib qolaverar ekanda. Voy voy. Keyin bir kun shuna bo'pti, 2 kun shuna bo'pti, 3 kun shuna bo'pti. Oxiri aytdi, qani bir poylaychi debdi bir. Xotinim mevna yo'q bo'lib qolyapti deb poylasi orqasidan keyin boribdi-da xotini tualetga kirib 1 soat yo'q bo'lib ketibdi. Keyin bular bu chota nito debdi-da, keyin borib bitta eshikni ochsa xotini qo'shnining devoriga ko'tin tutib turgan ekan. Bular xotin nima qilyapsan bu yerda desa, dadasi debdi, men kallam kuchli qarang debdi, men bumaga ekonom bo'lsin deb qo'shnining devoriga ko'tim tutib turibman, qo'shnining moli ko'tim yalab qo'yapti debdi. Keyin o'tirib tur Zaybal aytib olay oxirigacha eshitdim. Yotamasmi Fatih, yotamasmi? Jim, короче, Jimmy. Короче, keyin bir kun eri ham tualetga kirib qarasa bumaga qolmabdi. Qani men xotinim ko'tin tutib turadi, men ham bir qilaychi deb bir ko'tin tutib voydot deb baqirib chiqdi. Keyin dadasi nima bo'ldi desa, seni qo'shnining moli ko'tingni yalab qo'ygan bo'lsa, menga shaqini tiqib oldi deyapti ekan. Kulish ko'tlar.